beraman debdi. Hoji aka, bu uyim Toshkentdagi parkent nimasida $300,000 joy bu. Unaqa $10,000 emas, bor xohlagan joyingga bor. Qog'oz gapiradi, men oldi sotdi qilib olganman, bor yo'qoldi haydab yubordi. Eshik tagiga chiqib, mol achchig'i, jon achchig'i o'ylanib o'tirib, bola chaqasi bilan, kelin, nevaralar bilan ko'chada qolishligini o'ylab, gursatib yiqilibdi-da. Og'zidan oq ko'pik kelib, doktor chaqirib, doktorga olib borsa, insult bo'lib qoldi. 3-4 kun yotgandan keyin doktor chaqirib, davo oldiga yurmayapti, olib ketaveringlar, o'lib qolsa qiynalasizlar. Uyga borganda o'lgani yaxshi, chunki hujjatlar kam bo'ladi deb uyga javob berib yubordi. Xotinini chaqirib, xotiniga bitta varaq, ruchka, konvert olib keling debdi. Xotiniga aytib turibdi, yozibdi. O'g'lini chaqirib, o'g'lim shu omonat, shu magazinchiga berasan, men o'lganimda